Davom etamiz. Jizzax viloyatida huquq-tartibot organlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlarda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangan og'ufurushlar qo'lga olindi. Hozir shu haqda. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Sharof Rashidov tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Yangidiyor mahallasidagi yashash xonadonlari ko'zdan kechirilganida 65 gram og'irlikdagi giyohvand modda yashirilgan joydan topilib, daliliy ashyo tariqasida hujjatlashtirib olindi. Soha xodimlarining navbatdagi tezkor tadbirida ham giyohvandlik bilan bog'liq holat fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, 1981-yilda tug'ilgan Samarqand viloyati Jomboy tumanida yashovchi fuqaro Zomin tumanidagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan birida 500 gram og'irlikdagi marixuanani 15 million so'mga sotgan vaqti ushlangan. O'z navbatida mazkur qonunbuzarlik holatlari yuzasidan javobgarlik muqarrarligi ta'minlanyapti. Tadbir jarayonida pul mablag'lari xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olindi. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Profilaktik ishlar va bunday tadbirlarning davom ettirilishi shu kabi huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim o'rin egallaydi. Asosiysi bu ishlar aholi tinchligi, farzandlar kelajagi va jamiyat ravnaqi uchun xizmat qiladi. Oysha Isoqova, Ilhomjon Yo'ldoshev Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi.